Bilaman, qo'lingizda 60 ming dollar pul bor, bu pulni yo Sergeliga yo Chilonzorga, Novostroyga urmoqchi bo'lib turibsiz, lekin Dubayga ishlatinglar shu pulni, chunki Dubaydagi uyni sotib turib arendaga bersanglar bo'ladi, yo bo'lmasa arendaga berib turib 10% foyda qilsanglar bo'ladi. Kuxniyaga qaranglar, kuxniya xuddi shu holatda olasizlar, bo'sh texnikalari bilan, zal xuddi shunaqa 3,5 metrli potoloklar bilan, konditsioner, smart home sistema, kirishinglardan smart home sistema, har bitta narsa xuddi ko'rganlaringizdek bo'ladi. 3 yil kutasizlar atigi. Mebel endi bu 2-3 ming dollarlik narsa, mebel o'zingizlar olasizlar. Uyda bitta emas, ikkita sanuzel bor. Bittasi gassiyoy, bittasi xonaning ichida. Даже uydagi har bitta santimetr joy hisobga olingan. Kirmoshina qo'yadigan joylar, kladovkasi. Endi yotoqxonani ko'rsam, yotoqxonaga prosta til ojiz, prosta shedevr. Masalan, uxlab yotgan payt odamga inakda sovuqlik qiladi, inakda issiqlik qiladi. O'shanga smart home sistema, даже konditsionerni ham qo'lingizdan oldida. Всё под носом. Endi garderobiga alohida e'tibor beramiz. Er-xotin urushib qolmasligi uchun o'ngda ham, chapda ham garderob. Garderobni kattaligiga qaranglar. Bu yerga hamma narsangiz qilib ketadi. Chimadan, kiyimlar, har bitta narsa, даже до мелочей. Bu xonaning ichidagi sanuzel, bu keramический отделка и тропический дushlari bilan. Endi uyning eng zo'r tarafi klimat kontrol. Klimat kontrol faqat uyning ichida emas, uyning tashqarisida ham bor. Bu razработкasiga 11 million dollar pul ishlatilgan narsa. Xuddi shunaqa lounge spat balkonda qabul qilib olasizlar. Ko'chada hozir danamen 40 gradus issiq, lekin balkon ichida 24 gradus. Это просто shedevr. To'lov muddati 3 yilgacha, qo'lingizda 60 ming dollarni birinchi to'lovni qilasizlar, 20%, qurilish bitguncha 130 ming dollar, qurilish bitib turib kalitni olganlarda 130 ming dollar. 3 yildan kalit olasizlar. Aloqaga chiqinglar, kvartiralar soni cheklangan.